Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlar bilan predlogi degan mavzuni o'tamiz. Ya'ni bu bizlarda qo'shimchalar, ya'ni rus tilida eng kerakli bo'lgan qo'shimchalarni ko'rib chiqamiz va qolgan qo'shimchalarni o'zimni Telegram kanalimga joylab qo'yaman. Buni kommentariyada o'tishingiz mumkin Telegram kanalga. Bu yerda joylab qo'yaman. Demak, predlog o'zi nima va bizga nima uchun kerak, nimada yordam beradi? Oddiy gap tuzib ko'ramiz birinchi. Va gapni qaysi qismida predlog keladi va qanaqangi burilish, ya'ni o'zgarish bo'ladi predlogdan keyin. O'sha narsani ko'rib chiqamiz. Kelinglar oddiy gap tuzamiz. Misol uchun, я иду на работу. Oldingi darslarda biz sizlar bilan gapimizni mana shu qismini ko'rib chiqqan edik. Ya'ni я иду, ya'ni egaga moslab biza fe'lni o'zgartirayotgandik. Идти fe'li hozirgi zamonda idu bo'lib o'zgarayotgan edi. Demak, bu gapimiz bizda birinchi qismi ekan. Endi gapni ikkinchi qismiga e'tibor beramiz. Ikkinchi qismi bizda bu падеж qismi desak ham bo'ladi. Endi predlogni topamiz bu yerda. Predlog mana na degan predlogimiz kelyapti. Va bu predlog qaysidir падежga tegishli predlog hisoblanadi. Biz hozir sizlar bilan qaysi падежga qaysi predloglar tegishli ekanligini ko'rib chiqamiz va ulardan keyin qanaqa o'zgarish bo'lishini ko'ramiz. Mana ko'rayotganingizdek, na predlogi kelyapti va undan keyin работа degan so'z работу bo'lib o'zgaryapti. Demak, bizda predlogni vazifasi shu ekanki, o'zidan keyin, mana misol uchun na predlogimiz keladigan bo'lsa, o'zidan keyin o'ziga tegishli bo'lgan падежni o'zgarishni olib keladi. Misol uchun bu yerda hozir винительный падеж kelyapti. Падежlarni batafsil hali o'tamiz. Mana работа so'zimiz asi bizda uga o'zgarib kelyapti. Demak, agarda siz падежlarni yaxshi o'rganmoqchi bo'lsangiz, oldin ularni predlogini bilishingiz kerak. Chunki mana shunaqangi na yoki v yoki k po shunga o'xshagan predloglar bizga signal bo'lib keladi. Qanaqa signal? Mana shu predloglardan keyin ma'lum bir падежlar keladi va bularning har bittasi konkretno qaysidir падежga tegishli bo'ladi. Mana shunaqangi tartibda o'rganadigan bo'lsangiz, tuslashlaringiz oson bo'ladi ko'proq. Demak, birinchi bo'lib boshlaymiz. Ko'p ishlatiladigan predloglardan, misol uchun na predlogimiz bor ekan, v predlogimiz bor ekan. Nimaga bular ko'p ishlatiladi? Chunki biror narsaga nisbatan, biror joyga nisbatan ketyapman deganda aytishimiz mumkin. Ya'ni, misol uchun ishga ketyapman, bozorga ketyapman, o'qishga ketyapman, hammasida ishlatamiz. Endi savol tug'iladi. Ikkalasiga biz ga qo'shimchasi deb olsak bo'ladi. Mana o'zbek tilida ga qo'shimchasi beradigan predloglarimiz na va v predloglari. Endi ularni qanaqa ishlatamiz? Qachon bizda na keladi, qachon v keladi? Ochiq joylarga nisbatan biz nani ishlatib aytamiz. Misol uchun, na stadion deyishimiz mumkin. Na stadion yoki ko'chaga bo'lsa, na улицу. Hozir siz tuslanishga e'tibor bermasdan faqatgina mana shu na degan qismini o'rganasiz. Chunki падежlarni batafsil o'tganimdan keyin mana shu yerda nimaga u qo'yilyapti, nimaga bu yerda hech narsa qo'yilmayapti. Mana shu narsalarni biz batafsil ko'rib chiqamiz. Ya'ni падежlarni o'tgan darslarimizda. Lekin hozircha biz faqatgina predloglarni o'zini ko'rib chiqamiz. Na degani bizda ga qo'shimchasi bo'lib keldi va ochiq joylarga nisbatan ishlatdik. Keyin shu yerda yozib qo'yaman, ochiq joylarga nisbatan. Tak. Ochiq joylarga aytarkanmiz. Endi v ni oladigan bo'lsak, bu yopiq joy deb olamiz. Lekin har doim ham unaqa emas. Nimaga har doim unaqa emas? Istisnolar bor rus tilida. Bularni hozir ko'rib chiqamiz. Nani до конца tushuntiraman. Misol uchun, ochiq joylarga degandan tashqari yana bu yerda jarayonlar bo'lishi mumkin. Misol uchun, na ekzamen. Ekzamen jarayon hisoblanadi. Na urok darsga deydigan bo'lsak, misol uchun, na urok. Darsga ketyapman bo'lsa, я иду на урок deb aytamiz. Demak, ochiq joylarga yoki jarayonga nisbatan aytarkanmiz. Keyingisi bizlarda v predlogimiz ekan. V predlogni oldin istisnolarni aytaman.
Nimaga istisnolarni aytaman? Chunki na ochiq joylarga deb o'rgatdim. Lekin shunaqangi ochiq joylar bor. Misol uchun город, dеревня, park. Hozircha shularni eslab qolamiz. Bular istisno holatda bo'lib, bularga biz v bilan aytar ekanmiz. Shaharga, qishloqqa yoki parkka demoqchi bo'lsak, biz mana shunaqangi v bilan aytamiz. Ya'ni v предлог bilan aytishimiz kerak bo'ladi. В город, в деревню bo'ladi bu yerda. Так, в деревню и в park deb aytamiz. Keyingisi bizda v предлогning yana ishlatilishi yopiq joylarga dedik. Misol uchun v больницу deyishimiz mumkin. Kasalxonaga больницу, v машину, например, mashinaning ichiga, v auditoriyu. Xullas, bu yerda biz vni ichkariga kiriladigan joylarga nisbatan ishlatyapmiz. Endi ikkinchi holatda na bilan vni biz faqatgina biror joyga borishda emas, yoki nimadirni biror joyga qo'yishga nisbatan ham ishlatishimiz mumkin. Na bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, misol uchun stolni ustiga qo'ymoqchisiz nimadirni. Например, я положила, men qo'ydim knigu, kitobni na stol. Stolni ustiga bo'lyapti. Demak, bu yerda e'tibor bersangiz, na degani biror narsani ustiga, ya'ni поверхностьga nisbatan aytilyapti. Endi v предлог bu biror narsani ichiga nisbatan desak bo'ladi. Например, я положила telefon в sumku. Men telefonni sumkamga qo'ydim. Demak, bu yerda ichiga nisbatan aytilyapti. Shuning uchun ham v ni ishlatyapmiz. Shunaqangi tartibda na va v предлогlarni ishlatsak bo'ladi. Qolgan предлогlarni ham tarjimalari bilan joylab qo'yaman va keyingi предлог darsimizni kuzatib boring. U yerda yanada ko'proq ishlatiladigan предлогlarni o'rganamiz. O'ylaymanki, bugungi darsimiz sizlarga foydali bo'ldi. Izohlarda albatta fikringizni yozib